akalar uchun yana ham bir yangilik Damas chexolimizdan keldi. Ko'rib bitta like bo'lsa, podpiskovani obzorni qilamiz. Bu yerdalar turetskiy material, ko'p redline qilib koja yurg'izilgan, belda arg'anch podushkalari bor. Ikkita yerni qanotli o'tirgandan quchoqlab turadi. Orqalari ham polno redline. Materialga bitta baho berasizlar. Bunimizda bu oldi ko'rinishi, orqalari ham xuddi shunaqangi oldi material, orqasi redline, koja aralashtirib tikilgan, sifatlari ham qaysilari o'ta chiroyli. Mashinaga qo'yganingizda ham o'ta odamning ko'zini o'ynatib yarashadigan holatda turadi. Eng oxirgi ko'rinish ko'pchilik oldin o'zini ko'rsatdi, bizda oxirgilar bilan ta'zirni qilibdi. Kimlar shunaqangi sifatli yaxshi chexollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz ham bor. Bundan tashqari bag'da bir 40 xil 50 xil Damas chexollarimiz bor. Bemalol Telegramdan murojaat qilaverasizlar. Telegram serkasini qoldiramiz.